sizlar uchun yaxshi biznes topib qo'ydim. Eng qiziqarli joy, bir kuniga bo'lmadi deganda 1 million so'm, yaxshi harakatsiz 5 million so'mgacha aniq topsangiz bo'lar ekan. Sababi buni ishlab chiqarayotgan akamizni o'zida ham labi o'zi bor ekan. Mana shunda o'zida aka deyapti, bo'lmadi deganda 1 million so'm topaman, yaxshi harakatsiz ham 5 million so'mgacha topaman deyaptilar. Eng qiziqarli joy, bu biznesimiz aka ikki xil biznes bo'ladi. Hozir video davomida aytib o'tamiz. Yana eng qiziqarli joy, sezon tanlamas biznes bo'ladi. Akalar, yaxshi ahamiyat berasiz, sezon tanlamas biznes bo'ladi. Bu apparatimiz baloni bo'ladi. Bitta laboingiz bo'lsa bo'ldi, yo'qsa laboni iloji yo'q, majbur yo arendaga yo'qsa naqd pulga sotib olasiz. Sababi bu laboga evakuator forma qilib chiqarib olasiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Litri qanaqa, nima bo'ladi, qanaqa ketadi. Hozir video davomida hammasini aytib o'tamiz. Eng qiziqarli joy, bu joyda hozir 3, 4, 5 xil, 6 xil bizneslarimiz bor. Videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, to'liqroq ma'lumot beramiz. Endi to'g'ridan-to'g'ri akamiz yuzidan keling aka. Assalomu alaykum. Bahrom aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz aka. Keling, bag'at turib olamiz aka endi. Xonamizga. Mana shu mashina ham ko'rinib turishi kerak. Aka, bu sohada siz kamida bir 10 yildan o'tgan, ha? 10 yil emas, bir где-то 7-8 yil bo'ldi aka. 7-8 yil o'tib qoldi. Ha, birlashdik. Bu akamiz, qaranglar, ne только buni sotadi ham o'zi ham quyadi ham, to'g'rimi aka? Quyamiz aka. Yo'q, shunchaki yolg'on gapiryapmanmi? Yo'q aka, o'zimiz agar YouTube'larda bizni ko'p ko'radi, Tomsoqda reklama qilinyapti, ko'rganlar bo'lsa biz taniydi. Shu videoda chiqib turgan narsa mana shu narsa bo'ladi, shu quyilayotgan narsa shu narsa bo'ladi. Isbotlash shart emas, chunki o'zim quyib yurgan holatimni necha marta internetga, YouTube'ga qo'yganmiz. Mana kecha ham Samarqanddan 400 kvadrat olib keldik-da aka. Aka, mana misol, keling mana bunday qilaylik, hisoblaylik, keling buni nimaligini tushuntirishdan oldin. Xo'p, o'sha quyadigan narsamizni, ya'ni 100 kvadratdan necha pul rasotlar, necha pul qoladi? Avvalambor qaranglar, tom suvoqcha quydirayotganlar, munchaga qilgan unaqa demanglar, mehnati ham bor, ag'ini hisobga olib qo'yinglar. Endi bu sotish uchun kimdir mana shu biznes qilmoqchi bo'lish uchun 100 kvadratdan necha pul qoladi? Masalan, matematikasini chiqarib berishni iloji bormi aka? Aka, qarab turing. Endi avvalo shu suvotadiganlar menimcha foyda ko'rar ekan deb neto xayolga bormaylar. Buni misol mana shundan biz o'zimiz laboga yuklab mehnat. Farg'ona desangiz, Farg'ona, Surxondaryoga boryapmiz aka, to'g'rimi? Kun poterya. Yo'lda gazimiz bor, yeb-icharimiz bor, ega borib yana mehnat qilib, tomimizga material solamiz. Endi o'shani hisobiga biz foydalanamiz aka. Endi buni olgan odamlar shunaqa. Endi foydasi bular zo'r topyapti ekan demas, haqiqatan mehnat mashaqqat bilan bo'ladi hamma yo'q aka, to'g'rimi? Baribir topilayotgan aytyapsiz, boshidan aytyapsiz, 1 milliondan 5 milliongacha topilyapti. Xo'p aka, 100 kvadratni deylik, qanaqa qilib hisobini chiqaradi? Masalan, 100 kvadrat yo'q, aka, mana 400 kvadrat shuvadik, endi 20 millionga 50 mingdan dogovor qildik kvadratini, Samarqand Urgutda 10 millionim rasxod bo'ldi, 10 millionim cho'ntakka keldi. 4 kun, 5 kunda keldik aka. 5 kun ham bor. Endi keyin bu bir kishi bo'lmaydi, 2-3 kishi bo'ladi. Avvalambor barakasini bersin. Tushundilaringmi? Birga bir qolyapti, lekin rasxodlarni o'zidan kelishaveradi. Komanda bo'lasiz. Aka, ukamisiz, yo'q, bitta o'zing yaqin o'rtag'izdan yurdingiz, ish qilamiz. Labos ish qilinmayaptimi? Bitta olasiz, bo'l. Masalan qilib O'zbekiston bo'yicha aynalib yurasiz, ham sayohat ham qilyapsiz, ham biznes ham qilaverasiz. Keyin bu ikki xil biznes deb qo'ydim boshida. Ha, bu aka hozir tomlarga penalon bo'lsa, hozir qo'yib borasiz, videosini. Buni apparatdan ko'rsatilmaydi, bilasiz. Ko'p joyda ko'rsatilmaydi. Mana hozir menga Qoraqalpoqdan yoki Surxondaryodan zakaz istam, men hozir shunda mencha ishim tashlab ketib olmayapman-da, zakaz ko'p. Tushunyapsizmi? Shunga misol qanaqa biznes qilasam ekan deb o'ylab yurgan insonlarga misol mana shu tavsiya qilinadi. 2-3 ta Damas'dan yaxshi pul topadi ekan. Yo'q, sababi narxi ham arzon. Arzon, misol qarang, hozir 5 mingga bitta Damas olib kuniga 200 ming pul olib kira olmaysiz aka. Olib kira olmaysiz. Shtraf to'la, asabuz. Buni misol bir oyda 2 kvadratlikdan 4 ta suv olsangiz aka, 5 milliondan 2 kvadrat 5 milliondan qolganda 20 million pul bitta xonadonga mana shunday yetadi aka. To'g'rimi? Mana sizga yetadi. Biz mana shunda moloni yasayapmiz. Gazoblok yasaymiz, penablo yasaymiz, ish chiqsa borib qilib kelamiz. Qilib kelinadi, to'ppa. Hali diqqatchilik yo'q. Boshqa. Bir oyda 2 ta 3 ta chiqib tursa bizga yetadi. Uni har kuni ko'tini quvsam boru, har kuniga topaman. Lekin menga shu 3 ta 4 ta yetadi. Ozi shirin, barakali bo'lsin. Aka, endi qarang, faqat yana bitta narsani videoda aytib o'tishimiz kerak. Bu narsamiz, bu mahsulotimiz metrga hisoblaganda 4 etaj hisoblaylik, 15 metrga chiqarib beradi. Ya'ni 15 metrga chiqqandan keyin, ya'ni uzunmachasiga, ya'ni o'sha xonadonga qarab turib, xonaga qarab turib 10 metrgacha ketaveradi deyapsiz. 100% otib beradi deyapsiz, mana shu narsa.
15 metr u 10 metr, ya'ni 25 metrga otib beryapti. Shuni hisobini olib qo'yasizlar. 4-etajgacha yaxshi ahamiyat beradi. Endi 3 etaj kimdir 280 qiladi. O'zi asli 3 ta hisoblanadi. Endi o'shanga qarab turib, endi aytib beryapsiz. Ya'ni tom bo'lishi mumkin. 3-etaj tomi, endi 4-etaj tomga quydirmoqchi bo'lsa, mana shundan otib berilyapti. Hamma yo'q tushuntirib beradi. Endi aka qarang, buni olgandan keyin xo'p oldi ham deylik. Dastviyasini rasxod qancha ketadi? Qanaqa bo'ladi rasxodi? Masalan, qarang, bunday bo'lyapti-da. Misol hozir siz tomingizni suvatmoqchi bo'lyapsiz, 2 kvadratda, Bahramjon deyapsiz, telefon qilyapsiz, men boryapman. Siz 2 kvadratga misol vodiy bo'lib 45 million o'zim ham shu o'yman aka. 9 million pul ajratib qo'ygan bo'lasiz. Men Laboda boraman, Ximikatini olib boraman. Siz aka deyman, Ixtiyor aka, Xo'zma yaqin bo'lsa, semen bilan qumni to'ktirib bering, meni xizmat haqimni olib qolaverasiz deyman. Bir so'msiz biznes. Bir so'msiz. Siz olgan odam stanoyda oladi, misol shu vatga odam borsa, semen bilan qum to'kib beradi. To'kib beradi, o'shani minus qildirib olasiz. Shuni minus qildirib olasiz, u yoqda mehnatingizga pulingizni olasiz, bo'ldi aka. Zo'r. Mana haqiqatda zo'r, to'g'ri aytyaptilar. Pul tikmagansiz ham eng qiziqarli joyi bu sezon tanlamaydi. Endi aka xo'p, buni oldi ham deylik, ishni boshladi deylik. Favqulodda nimalardir ham ketib qolsa, endi buzilib qoldi deylik, nimasidir ketib qoldi deylik, zapchasi bormi? Zapchasida muammo yo'q. Keyin ishlatiladigan ximikatlarda ham yo'q. Biz orqali aloqaga chiqaveramiz, hamma yo'g'ini bekam ko'z qilib beramiz aka. Xudo xolasa qilib beryapsiz. Sababi bu yoqqa qaratingda. Naryoqda ko'rsating, materiallari bor. Burchakda tagiga soladigan material, tagiga qo'shadigan ximikatlari ham bor shu yerda. Kesa apparat bilan kelsa, shu yerda ishlarni bitirib beraveramiz. Xudo xolasa. Shayda quyib, ana hozir telefonda gaplashdik aka. Qayerdan kelyapti? Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'istondan. Telefonda tushyapmiz dedi. Tushyapmiz dedi. Kelsa mana shunda quyib ko'rsataman, yuklab beraman, olib ketaveradi. Zo'r bo'ladi. Endi aka, xo'p, buni narxi necha pul va dastlabkasi bormi yo'qmi? Keyin biznesga o'tishdan oldin buni tugatib qo'yaylik. Aka, narxini 25 millionga qilib beryapmiz. Endi bunga nima kiradi desa, mana shu stanogimiz kiradi aka. Bitta o'zi kompressori kiradi aka, 2 porshinli, 25 metr shilyankasi. Xullas shuni xohlasa sheydan kelib olib ketadi. Bey kelsa 1 million o'tkazib beramiz. Agar dastlabki bo'ladigan bo'lsa, kelishamiz aka. Dastlabki bo'ladigan bo'lsa kelishamiz. Xolasa o'zi kelsa tushib beriladi. O'zi kelsa mana shunda o'rgatamiz, mana shunda o'zida mashinasi yuritib, ortib, bog'lab jo'nataveramiz aka. Bexijolat. Undan muammo bo'lmaydi. Ko'rdilaring, mana eng qiziqarli joyi garantiyalari bor, hamma yo'q zapchaslari bor. Pul topishini aytib qo'ydik. Bu litrini aytmadi-yu, qancha ketadi? Aka, litri 1 tonna 100 bu. 1 tonna 100. Ximikatlariga kelsa, o'rgatish jarayoni kelsa, mana shu yerga dogovor bo'ladi, keyin o'rgatib qo'yamiz. Hamma yo'qni bekamga tushuntiradi. Hozir summasini aytdi, hammasini dasturkasining ichida aytildi, xudo xolasa. Endi undan keyin keling aka, mana keyingi biznesimizni ko'rsataylik. Ya'ni bu eng trenddagi, buni liniyasini ko'paytirsangiz bo'ladi. Buni ham endi qaranglar, bunda million deyildi, million so'mda gapirildi. Endi bunda dollarda gapiramiz. Agar mana shu liniyasini kattalashtirib olsangiz, kerak bo'lsa, bir kuningizga $1000 topsangiz bo'ladi. Bir kuningizga 40 ta qolib qilsa aka. Qolib qolsa. Olishyapti 40 ta 50 tagacha ham qolib qilib. Bular komplektlar bo'ladi, hammasi qo'shib oling. Pena bloydan o'sha gazoblokka o'tyapti. Hamma gazoblokka o'tdi. Bu gazoblok bu. Gazoblok. Komplektida aka mana shu 1 tonnali shesternasi bo'ladi, suv tentlari, isitish tizimlari ham o'tga, ham to'kka. Suv idishi, loy idishi, mana shunday mahsulot tashlanadi, bundan bo'lgan tayyor mahsulot. Bu yoqdan quyiladi aka. Quyilgandan keyin salafanlaydi. Bitta, ikkita reskasi bo'ladi. Reskasi xohlasa 10 razmerga qilib qo'yganmiz. 20-30 qilib xohlagan razmerga kesib olsa bo'ladi. O'zini, ya'ni o'sha territoriyasiga qaysi ko'p ketsa, o'shanga qarab qilib beraveradi. Pergorodga desa Pergorodga, 30ga 30 desa 30ga 30 ham kesib beraveradi, 30ga 20 desa 30ga 20 kesib beraveradi. Olib borib, masalan, O'zbekiston bo'yicha olib borib o'rgatib berish ichida $1400 ga qilib beraveramiz. $1400 o'rnatib berish, ishlatib berishlar bilan. Dastlabki ichida shu borib O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston. Qo'shni davlatlarchi, Qirg'iziston, Tojikistonlarchi. Ularga aka endi hozir cheres kargo orqali chiqadi. O'rgatish yerda bo'ladi. Misol, cheres onlayn ham o'rgatib qo'yamiz. U qiyin narsa emas, chunki grammiga aytib tashlaymiz, bunga qo'yiladi, o'sha tayyor mahsulot. Oddiy narsa, 1 soatcha qolmasa o'rgan oladi. Unaqa qiyin narsa emas. Hozir ko'rib turibsiz, ximikatlar hamma joyda bor. Muammo yo'q. Qilaman desa, O'zbekistonda ham boshqa davlatlarda ham sharoitlar zo'r bo'lib qoldi. Zo'r bo'lib qoldi. Yana bitta narsani qaranglar, pena bloy bo'lmaydi deysizlar. Mana aylanmachasiga o'zlari pena bloydan foydalanganlar. Aylanmachasiga pena bloy yotibdi. Akalar, pena bloy bo'lmaydi deganlar. Mana shunday qilib sklat, ombor, bir nazarat qilsangiz, tomlarni qaranglar, mana o'sha asakadek tomchi akalarimiz qurib ketgan bo'lish kerak. Asakalik. Hammasi 90
to'g'ridan foydalanchi asakali akalarimiz. Asakali hali 111 da yuradigan aka bor. Mashq qilib berdi. O'zi kelib. Aka gazini bosib ko'rgan bo'lsa ekan sizga. Xullas, akalar, undan tashqari endi hali doimiy biznesimiz o'sha Penabloy biznesi bo'ladi. Jaydari biznes. Jaydari biznesimiz. Mana akalar, mana qanchaga mana Penabloy mana. Aka ayol kishi ham qilaveradigan biznesda. Gap ochiq. Eng qizig'i buni zo'r tarafi bir xillar bo'lmaydi deydi. Men yo'llardan sizlar yo'llaringda ko'ryapman, 3 ta hakalda ketayotganda 10 qo'lda bor-u. Ashitda bitta aka bilmayman, kuniga mingta qo'yadimi bilmayman. Quyaveradi, tugab ketaveradi. Quyaveradi, tugab ketaveradi. Bo'lmaydi deydi xolos, bo'lmaydi. Faqat ishni oldindan boshlatib bo'ladi, tavakkal quyib tashlay, mingta zapasingiz bormi? Kimdir keladi, meni fermamni atrofini o'rashim kerak deydi. Bormi mingta deydi. Siz mingtaga javob bera olasizmi? Mingtaga javob bering. Akalar to'plab turib bir oyda bitta sotasiz, bitta sotasiz. Nima pulishingiz ishni qilasiz. Qilsangiz bo'ldi faqat o'zingizga bog'liq, to'g'risi. Bu biznesni o'ylaydi odamlar aka, endi ko'pchilik. Buni bugun quysa, ertaga sotish, bu unaqa biznes emas. Yo'q, to'plash kerak, ko'p kirash kerak. Zaxira zavod bo'ladi, aka, to'g'ri, mingta. Buni olgan odam eng kam 1000 ta oladi. Mana kechalik Kamolni akani tanisa, o'sha ishini men o'zim sotib beraman. Qo'shnimga 1800 ta 10300 dan dastlabkasi bilan berdim. 1800 ta. 1800 Uning uchun bo'lish kerak doim. Uni ham o'sha sotilib bo'lgan ekan, birovnikini bizga berdi aka. Odamlar ko'ziga turaveradi. Loyni qo'yib qo'ysa, sotilmay turibdi ekan degan xayol bor. Yo'q. Bu noto'g'ri. Asha noto'g'ri. Men aytayapman, mana misol Farg'onadan Namanganga kelganda 3 ta akalarga 10 qo'lda xato bitta aka qo'yadi. Bilmayman, otini ham bilmayman. Endi ko'rib qolsalar, aka prosta yo'lda ko'rganimcha aytayapti, yo'lda bo'ldi mingta qo'yadi. Ana shunaqa sotib oladi. Nech pul buni? Qanaqa ashuni aytib qo'ying. Aka buni misol O'zbekiston istalgan joyi $900, vodiga $800 ga borib qo'yib beraveramiz. Buni ichida o'sha eski tushuntirish shart emas, ko'pchilik raza ko'rgan 3 ta qolipi, kompressor, mikser, rastor bo'chka, mishalkasi, dastavkasi olib borib, qoliplar qo'yib, ko'rsatib, chiqazib berib kelamiz. Mahsulotlarni qayerdan, kimdan, qanaqa bo'ladi, hamma uni yo'lga ko'rsatib qo'yamiz. Yana eng qiziqarli joy bu faqat g'ish ishlab chiqarmaysiz. Hozirgi trenddagi tomga lombosh quyish ham mana shu apparatdan bo'ladi. 3 dona apparatingiz. Bu yarmi qoladi. Buni olasiz. Yana nimani olinadi? Olasiz, borib turib quyib olaverasiz. Kompressor mikser olib olasiz. Bor tomga ham lombosh ham quyib olaverasiz. Hozir trenddagi biznes mana shular bo'ladi. Bitta biznesni olasiz. Bitta biznesni olasiz ham qilaverasiz. Endi bu meni kichikroq biznesimizga o'tsak, aka kichkinaroq mana 3 ta qolipi bilan, mishalka, sutentlari bilan mana mashina hozir endi yasalyapti. Kecha svet bo'lmadi, bugun svetdan xudo xolasa bitiramiz. Mana shu suv 200 litrlik mishalka 3 ta qolip bilan $1200 ga qilib beraveraman. $1200 3 ta qolipi bilan. Xo'p, buni ham 100% o'rgatib beraveramiz. Olib borsak $1300 bo'ladi. $1300 bo'ladi. Endi qarang aka, bundan tashqari, agar qoliplarni bitta olaman desa, necha pul qanaqa bu qoliplar? Aka qarab turing, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10 ta qolip, mishalkasi 10 ta qolip ketadigan Aristoni bilan aka $2400 ga O'zbekiston istalgan joyga borib beramiz. Nash hammasini. Hammasi. Zo'r, qaranglar, mazza-ku. O, perigar o'tkazilgan ham qo'shiladi, oxirida bitta perigar o'tkazilgan ko'rsating, 10-chi qolipda mana universal perigar o'tkazilgan bo'ladi. Mana shuni perigar o'tkazilgan qo'shiladi, xudo xohlasa. Bunga avtomat reska, unaqa kes kerak emas. Quyadi, bo'ldi. Ertalab 2 soat ishlaydi, ertaga soat 4 da kelib qishloq qolipdan olib qo'yadi, bo'ldi, tamom. Bo'ldi, mazza qilaveradi. Kunduzi misol mahallasiga chiqib qumshuvoq qilami, tomshuvoq qilami, nima ish qilsa qilib, soqqan qiladi, kechki tomon kelib shunda 60 ta qishda oladi. Mol qo'yini boqadimi? Ochiq. Har tomonlama 2 soatda 10 ta qolib quyib qo'yadi. Akalar, bu men semayapsizlar, to'g'ri, biz hadi reklama yo'q. Hadi reklama qilishimiz sababi bu biznes, bu realniy biznes, yaxshi pul topganingiz uchun. Mana ko'rib turibsizlar. Komplekt $3000 pulingiz bor, bitta Max'ga yetadigan pulingiz bor. Mana $5000 deylik. Kelib, anundan, bundan qolib qilib, u narigidan kattasidan qilib olib ket, maza qiling, to'g'risi, maza qilasiz. Mana uni o'zi hozirgi kunda eng trenddagi biznes. Mana shu o'lmaydi, bu sezon tanlamas biznes bo'ladi. Yaxshi ahamiyat berasiz shunga ham. Biz shunchaki yolg'on gapirmaymiz. Akamiz o'zi quyadi. Xolasangiz Telegramdan chiqib turib, aka quygan joylarning videosini tashlachi desiz, videosini tashlab beraveradi. Aka bu keyin 1 kunlik, 2 kunlik odam emasda bu. 8 yildan beri to'g'risi mana shu sohada ishlab yurgan inson bo'ladilar. To'g'risini aytib qo'yaylik. Aka buni olgandan keyin 2026-yil hozir 30 aprel bo'lsa aka
2035-yilda ham bu o'lmaydi bu. Chunki qurilish tugi hamma tomsuvoq qiladi, to'g'rimi aka? Eslangdan qolsin, qurilish qiyomatgacha bo'ladi deb degan gap masalalar bor. Aytish shart emas, o'zlaring bilasizlar. Bilmaganlar uchun o'sha qiyomat kuni odamlarning qo'li hattoki loy bo'lgan holatda qurilishda işte qiyomat bo'lar ekan degan gap bor. Shuning uchun bu biznes o'lmaydi, xom biznes, shunga yaxshi ahamiyat berasizlar. Keyin sizlarda chirib qoldi, siroga o'tib ketdi, yoki aynib qoldi, po'panay bosib qoldi degan narsa yo'q. Bo'ldi, yuvib qo'yasiz, turaveradi, yuvib qo'yasiz, turaveradi. Maza qilib ish qilasiz. Eng qiziqarli joyi 2-3 kishini ish bilan bardam qilib qo'yasiz. Ko'tini quvib aka, ko'tini quvib. Reklama, misol biz sizlar bilan necha yildan beri reklama asosida ishlaymiz. Misol hozir onlayn zamon bo'lib ketdi aka, misol. Bitta hot-dogni ham onlayn chaqirib yeyapti. To'g'ri, to'g'rimi aka? Misol reklama asosida ishlasa, mana 5 million topsa, 1 millionni reklamaga tiksin, 4 millionni uyga olib kiraversin. Misol uzilmaydi, har kuniga zakaz bor aka. Har kuniga zakaz bor. Akalar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Qisqa lo'nda bo'lsa ham, bizga yangi bo'lsa ham podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. Sizlarga to'liq ma'lumot berdik. Biz tushuntirilmagan joylar bo'lsa, Telegram, WhatsAppdan yozaverasizlar. Akamiz doimiy aloqadalar. Eng qiziqarli joyi ishonchli odam. Mana o'zini sexida turib, uylari ham shetdan bir 300 metr, 400 metr naryoqda. To'g'risini aytaveramiz. Ishonchli odam, hali shunchaki qochib ketadi, tuding bo'lmaydi. Pulni ham xotirjam tashlayveringlar. Muammosiz, bexijolat. Gazini bosdan oldim seni, xudo xolasa kelishtirib beradigan xonasi bor.